Hayotning qanday paydo bo'lgani haqidagi savolga olimlar haligacha javob topolmayapti. Biz boshqa sayyoralarga kemalar uchira olamiz, Yerning istalgan nuqtasidan o'tirib Ryan Gosling ishtirokidagi filmlarni tomosha qila olamiz. Hattoki yadroviy bombani portlata olamiz. Ammo kimyoviy elementlar to'plamiga hayot uchqunini qanday tarzda berish kerak? Hattoki oddiy bir hujayrali bakteriyani hosil qilish uchun ham bu savol hali ham sirligicha qolmoqda. Biologik nuqtai nazardan bu jarayonni unchalik yaxshi tushunmaymiz, lekin tarixiy jihatdan Yerda hayot qayerda va qanday paydo bo'lganini ancha yaxshi bilamiz. Aynan shu haqida, ya'ni hayotning ilk belgilaridan va boshqa ko'plab narsalar haqida bugungi videoda gaplashamiz. Assalomu alaykum, Ro'yo kanaliga xush kelibsiz. Yerdagi hayotning eng qadimgi tasdiqlangan izlari rasmiy ma'lumotga ko'ra G'arbiy Avstraliyada topilgan. Pilbara mintaqasida joylashgan bazalt qatlamlari o'ta noyob va shunchalik qadimiyki, ularni tasavvur qilishning o'zi ham qo'rquv uyg'otadi. Apex bazaltlari 308 milliard yil deb taxmin qilinadi va ular ichida 3,5 milliard yillik bo'lgan 11 xil mikrob o'lik izlar topilgan. Yerni esa eslatib o'tamiz, u 4,5 milliard yildan sal ko'proq yoshda. Bu davrlardan qolgan toshlarni topish esa deyarli imkonsiz. Chunki shu vaqt ichida yer suv bosishlari, vulqon portlashlari, tektonik plitalar siljishi va asteroid zarbalari kabi ko'plab halokatli hodisalarga duch kelgan. Shuning uchun ham bu topilmalar eng qadimgi hayot izlari, chunki undan ham qadimiy izlargacha yetib borish juda qiyin. Ammo ehtimol Kanadadagi Nuvaqituk mintaqasidagi gidromental manbalarda taxminan 4,2 milliard yillik mikroorganizmlar topilgan bo'lishi mumkin. Bu ma'lumotlar hozircha tekshirilmoqda. Shunga qaramay, olimlar Yerda okean shakllangach, hayot deyarli darhol paydo bo'lgan deb hisoblashadi. Nega aynan okeanda? Bu yerda biz eng keng tarqalgan afsonalardan biri bilan to'qnashamiz. Ko'pchiligimiz suv hayot degan fikrni o'z-o'zidan qabul qilamiz va hayot suvda paydo bo'lgan deb o'ylaymiz. Chunki boshqacha bo'lishi mumkin emas. Ammo bu haqiqatdan yiroq. Biologik jihatdan hayot quruqlikda, ya'ni qirg'oq hududlarida ham paydo bo'lishi mumkin edi. Hayot suvda paydo bo'lishining asosiy sababi suv osti xavfsizroq bo'lgani uchun kimyoviy omillar emas. 4 milliard yil ilgari Yer haqiqiy do'zax edi. Yaqinda u Mars o'lchamidagi boshqa bir sayyora bilan to'qnashgan, Yer hali sovib ulgurmagandi. U bir karra magma shari va doimiy vulqon portlashlari bilan to'la edi. Atmosferani asosan vulqonlar chiqaradigan gazlar tashkil etgan. Sulfit vodorod, metan va karbon tangidrid. Bugungi kundagidan 200 barobar ko'proq edi. Yerdagi osmon 2 milliard yil ichida ko'k emas, balki to'q jigarrang rangda bo'lgan. Quyosh nuri bu zaharli kalyan orqali o'ta olmasdi, lekin ultravinoksiya nurlanish hech qanday to'siqsiz o'ta olardi. Natijada yer yuziga chiqqan har qanday narsa kulga aylanardi. Shuning uchun hayot aynan suv ostida, chuqurroq va xavfsizroq joyda boshlangan. Bu haqiqat shu bilan birga bizni quyidagiga ham olib keladi. Yupiter va Saturn yo'ldoshlaridagi okeanlarda hayot izlayotgan astronomlar ustidan kulmaslik kerak. Chunki biz odatda hayotni Yerga o'xshash joylarda tasavvur qilamiz. Aslida esa hatto Yerning o'zi ham hayotning boshida Saturn yo'ldoshlariga o'xshash ekstremal sharoitlarda yaratgan. Hayot qanday rivojlanganini tushunishga yordam bergan narsa bu Luka. Luka bu oxirgi universal umumiy ajdod degani. Biologlar yer yuzidagi barcha tirik mavjudotlarning DNKlarini solishtirib, ularning umumiy bo'lgan 355 ta genini aniqlashgan. Bu genlar asosida to'liq organizm tiklab bo'lmaydi, chunki na suyak izlari, na to'g'ridan-to'g'ri avlodlar mavjud emas. Ammo u shunisi bilan muhimki, bu 355 gen yer yuzidagi barcha hayot turlariga o'sha ajdod tomonidan uzatilgan. Ehtimol Luka birinchi organizm bo'lmagan, lekin u eng umumiy ajdod bo'lgan. Bizga hatto uning qanday ko'ringani ham kerak emas. Uning genlari nima vazifani bajarganini ko'rsak, u haqida asosiy xulosani chiqarishimiz mumkin. Olimlarning xulosasi: Luka juda issiq, kislorodsiz, lekin vodorod, karbon tangidrid va temirga boy joyda yashagan. U energiyani kimyoviy elementlarni parchalayotib olgan. Bu kabi sharoitlarni qayerdan topsa bo'ladi? Eng muqobil joy gidrotermal manbalar, ya'ni suv osti vulqonlari. Yer yuzida ularning ko'pligini inobatga olinsa, suv ostida ham shuncha bo'lishi tabiiy. Bu manbalar issiq suv zonasini yaratadi, parchalab iste'mol qilish mumkin bo'lgan elementlarni beradi. Organik moddalar atrofga tarqatib, hayot uchun qizil gilam to'shab beradi. Bugungi kunda ham gidrotermal manbalar atrofida organik sho'rva qaynab turadi. Afsuski, dengiz tubi Marsdan ham kamroq o'rganilgan. Shuning uchun u yer haqidagi ma'lumotlar juda oz. Ammo qisqacha aytganda, Yerda hayotning birinchi shakli bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy nomzod bu oq tutun chiqaruvchi gidrotermal manbalar. Ular unchalik issiq emas, qaymoqqa o'xshagan moddalarni chiqaradi.
eng oddiy organizmlarga qovurilib ketmay tirik qolish va oziqlanish imkonini beradi. Bunday oq tutun chiqaruvchilar ko'p hollarda tektonik plitalar tutashgan suv osti tog'larida uchraydi. Shular ichida eng qadimiy va faol hududlardan biri O'rta Atlantika tizmasi. Nyu-Yorkdan Afrikaga boriladigan yo'lning o'rtasida joylashgan bu hududda olimlar yo'qolgan shahar deb nomlangan joy bor. Bu yerda 700 metr chuqurlikda uglevodorodlardan tashkil topgan 60 metrlik ustunlar bo'yicha o'zgan. Olimlar ularni yer bag'ridan hayotni okeanga tortayotgan yaratganning qo'llari deb tasvirlashadi. Va aytish mumkinki, olimlar haqiqatdan unchalik yiroq emas. Zamonaviy fan shuni tan oladiki, aynan shunaqa ekotizimlar, ya'ni gidrotermal manbalar atrofidagi muhit bundan milliardlab yillar avval yer yuzidagi ilk tirik mavjudotlarga yashash sharoitlarini yaratib bergan. Va ehtimol ularning qarindoshlari hozir ham Yupiter va Saturn yo'ldoshlari, Enselad va Yevropada xuddi shu bilan banddirlar. To'g'ri, hayot aynan yo'qolgan shahar degan joyda paydo bo'lgan deb ayta olmaymiz, ammo taxminiy model sifatida aynan shu hududga tayanamiz. Endi esa bundan da muhimroq savolga o'tsak, Luka yordamida biz ilk organizmlar qachon va qayerda yashaganini taxmin qildik. Shuningdek, biz bilamizki, keyinchalik sianobakteriyalar okean yuzasiga ko'tarilib, fotosintezni boshlaydi va Luka va uning hamkasblariga atmosferadagi kislorodning ko'payishi orqali birinchi global yo'q bo'lish to'lqinini olib keladi. Bu hodisa tarixda kislorod falokati deb nomlanadi va aynan u yerda murakkab tirik turlar, jumladan biz kabi organizmlar uchun yo'l ochgan. Ammo bularning hammasi aslida mayda detallar. Eng qiziq narsa, umuman olganda Luka va boshqa birinchi tirik mavjudotlar qanday paydo bo'lgani. Ularning nima yegani yoki qayerda yashagani bu boshqa masala. Ammo ular qanday yaralgan? Bu mutlaqo boshqa darajadagi savol va unga olimlar hali ham yaqin bormagan. Bu masalada ikkita asosiy yo'nalish bor. To'g'risi uchta, ammo ilohiy mavjudotlar ishtirokidagi nazariyani hozircha chetda qoldiramiz. Qolgan ikkita nazariya quyidagicha: tasodiflar natijasi nazariyasi va tabiat qonunlari nazariyasi. Biz bu nazariyalarni DNK, RNK va boshqa murakkab terminlar ishlatmasdan tushuntirib berishga harakat qilamiz. Tasodifiylik nazariyasi. Bu nazariya shuni ta'kidlaydiki, yerda hayot 100 minglab, hattoki millionlab kichik omillarning to'g'ri kelishi natijasida paydo bo'lgan. Suv osti geyzerida harorat aniq foizga o'zgaradi. Fosfor molekulasi aniq burchakda azot molekulasi bilan to'qnashadi. Uglerod, kislorod, vodorod, kalsiy qo'shiladi va natijada bo'linish qobiliyatiga ega bo'lgan birinchi hujayra vujudga keladi. Undan keyin esa hammasi o'z-o'zidan davom etadi. Shu nazariyaga quyidagilar ham kiradi. Asteroidlar orqali hayot kelib chiqdi, begona sayyoraliklar kelib hayotni olib keldi. Variantlar ming xil bo'lishi mumkin, lekin ularning barchasi bitta fikrga asoslanadi. Yoki hayot mo'jizaviy tarzda boshqa sayyorada paydo bo'lib, asteroid orqali yerga tushgan, yoki begona mavjudotlar minglab o'xshash sayyoralardan aynan yerni tanlab shu yerda hayotni boshladi. Bu variantlar ustida o'ylashda bir narsani tushunish juda muhim. Kislorod, yashil o'simliklar, ichimlik suvi bularning barchasi hayotdan keyin paydo bo'lgan. Hayot paydo bo'lgan paytda Yer sayyoralar tizimidagi boshqa jismlardan hech qanday farq qilmagan. Hattoki ayrim davrlarda Mars va Venerada Yerga qaraganda ancha yaxshi sharoitlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Ular ham okeanlarga, qal'a atmosferaga ega bo'lgan. Bugungi kunda esa yer sharoitining yaxshiligi aynan hayotning o'zi tomonidan yaratilgan natija. Masalan, kislorodni atmosferaga aynan bakteriyalar chiqarib bergan. Shunday ekan, asteroidlar, begona mavjudotlar va boshqa tasodifiy variantlarning bari nazariy jihatdan real, ammo asosan tasodifga qurilgan. Va tasodif bilan boshqa sayyoralarni ham tanlash mumkin edi. Qiziq shundaki, eng ko'p odamlar aynan shu, eng absurd ko'rinadigan variantga ishonishadi. Sababi hayot faqat kurortdek sharoitda paydo bo'ladi degan noto'g'ri tasavvur. Ikkinchisi esa tabiat qonunlari nazariyasi. Olimlar orasida esa butunlay boshqa yondashuv keng tarqalgan. Koinot qonunlari asosidagi nazariya. U millionlab tasodiflarni talab qilmaydi. Bu nazariyaga ko'ra hayotning paydo bo'lish mexanizmi butun koinotda universal va biz bu mexanizmni hali ochmaganmiz xolos. Shu sababli olimlar okeanli sistemalarda hayot bo'lishi mumkinligiga 99% ishonch bilan qarashadi. Bu e'tiqod emas, balki Yerni yagona deb hisoblamaslik istagidan kelib chiqadi. Chunki boshqa sayyoralardagi sharoitlar ham hayot paydo bo'lgan yer sharoitidan yomon emas, yaxshiroq ham emas. Bu yondashuv kosmik tenglik nazariyasi deb ataladi. Tasodif nazariyasidan farqli ravishda uni tekshirish mumkin, hech bo'lmaganda boshqa sayyoralarda. Va olimlar bir kun kelib boshqa sayyoralarga yetib borib, u yerdagi hayot bilan solishtirib, ilm fan tarixidagi eng asosiy savollardan biriga javob beradilar. Ushbu nazariyaning eng so'nggi va asosiy dalili
Fizika va kimyo qonunlarining universalligi. Uglerod gazining harakati Yerda ham, Marsda ham bir xil. Suv Quyosh sistemasida juda ko'p va Yerda bilasizmi? Plutonga qaraganda kamroq suv bor. Unda nega faqat biz noyob bo'lishimiz kerak? Bu savol endi ilmiy emas, falsafiy masalaga aylanadi. Shuning uchun bu savolni sizga qoldiramiz. Fikrlaringizni izohlarda kutamiz. Biz esa shu yerda yakunlamoqchimiz. Yer yuzida hayot katta ehtimol bilan sayyoramiz tarixining 95% da mavjud bo'lgan, balki undan ham ko'proq. U issiq suv manbalaridan boshlangan va bugunga kelib Yapon multfilmlaridagi issiq obrazlar bilan davom etmoqda. Yana ko'rishguncha, xayr do'stlar.